bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin, tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, 3 gacha sanayman. 3 gacha tushmasang otaman desa, sanasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitishim, 1, 2, mana yaqin qoldi. 3 otsang ot deb ko'kragini tutib turganimish. Tushmayman desa, doktor yonida jinni kelibdi-da. Doktor debdi. Miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman debdi. Doktor ham miltiqni shuni jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Voy" deb jinniga qarab. Jinni ham ha deb, "Tush" desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb, jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilib tushmading. Nimaga buni bir og'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding" desa, "A bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin" deymish.